The Dubbing eng so'nggi animelar. Hoy, Tweety. Big Brother'dan kelgan xat Yaxshi qayerda? savol. Menimcha bugun uning savoli yo'q. Aslida bu kichkintoyning ismi Choppi. Ha, Alen aka. Alen shu yerdami? Alien. Men qaytdim. まるでもない罰でもない三角でも四角でもないまだ名前のない僕に出会えてよかったもしも子供に戻れたら斬新じゃない努力で限界突破一つでも何かが違えばここには来れなかったかもしれないなもう満体不安定不安はないわけがないけどみんなの簡単より僕だけの難しいがい配られたカードの生かし方が足跡生まれ方は選べないけど生き方は選べるぜまるでもない罰でもない三角でも四角でもないまだ名前のないその日々をもっと愛したい剣でもない盾でもない魔法でも夢でもないその輝きで僕を僕にしてくれてありがとう守りたいもう愛してるも好きも全部ここに生きること全部使おうここで生きていこう Alien, ancha katta bo'lib qolibsan. 4 yil o'tganiga ishonish qiyin. Ovqat yetarli, shuning uchun xohlaganingcha ye. Mash va Milya ham ancha ulg'ayganini ko'ryapman. Nima? Miyula. Sen oxirgi marta bu yerda bo'lganingda u 1 yoshda edi. Sen haqingni bilmasa ham kerak. Nahotki har doim u bilan Choppi orqali o'ynaganimiz uchun biz yaqinmiz deb o'ylagandim. Alien, bizga oylik xat va pul yuborganing uchun katta rahmat. Tirikchilik uchun yetarlicha pul topyapsanmi? Ha, bu haqda hali aytaman. Hamma narsa o'zgardi. Men endi Granville'larning xizmatkori emas, balki ularning mehmoniman. Va men aprel oyida akademiya shahriga boraman. Nima? Ha, pul yuborish uchun uncha oson bo'lmaydi. Shunday qilib men hammasini birdaniga olib keldim. Mana 100 oltin tanga. 100 oltin tanga? Yo'q, buni qabul qila olmaymiz. Bu akademiyada senga juda kerak bo'ladi. Hammasi joyida. Zirhli chumollarni sotib tejab qo'ygan pulim bor, 600 tangalar. 600? Zirhli chumollarmi? Maxluqlarmi? Xuddi shunday. Ular oq ajdarho tog'larining etaklarida uya qurgan hasharot maxluqlar. O'sha yerda ko'plab goblinlar va orklarning tumaniga duch keldim. Vau! O'g'limiz umuman o'zgarmabdi, hali ham o'sha ishlarni qilyapti. Ha, juda ham to'g'ri. Allaqachon ketyapsizmi? Meni bir nechta ishlar kutmoqda. Men ham 12 yoshga to'lganda akademiyaga boraman. Yaxshi eshitiladi. Men seni kutaman. Buni o'qchi. Sen meni katta tentakimmisan? Oyijon, o'zingizga yaxshilab g'amxo'rlik qiling. Ha, shunday. Kechirasan, men sen bilan tez-tez ko'risha olmadim. Bu yerda ehtiyot bo'l, o'g'lim. Choyni yo'ladiganingdan ko'proq tishlamagan, xo'pmi? Hozircha xayr. Onajon, dadajon. Tezroq qaytib keling. Xo'sh, agar bu bizni hurmatli mehmonimiz bo'lmasa, nega men orqamdan xizmatkorlik ishini tashlab hovli supuryapsan? Akademiyaga ketgunimizcha shunchaki yordam beraman. U nega bunchalik xafa? Hoy, Alien. Akademiyada men bilan urushda qatnashishga ishonching komilmi? Lekin bu senga tegishli emas. Men aynan shu ishga yollanganman. Bilasanmi, sen juda ham g'alati odamsan. Do'stlarim shu yerda. Qilich malikasi Krena va usta Dogoro. Sizlarni tanishtirsam. Bular men so'nggi 4 yil davomida xizmat qilib kelgan Granville oilasining farzandlari. Salom, men ismim Cecil Granville. Sizni tanishlaringiz bilan uchrashish juda ham yoqimli. U o'zini xushmuomalaligini yoqdi. U 3 kundan keyin kirish imtihoniga topshirganimizda bizga qo'shiladi. Tanishganimdan xursandman. Cecil, keling do'st bo'lamiz. Ha, albatta.
ikkalangiz ham imtihonlarga tayyormisizlar? Tayyormiz. Biz endi buyuk cho'chqalarni mag'lub etishga qodirmiz. Cho'chqalarmi? Lekin bu akademiya sinovi, bilasanmi? O'qidingmi o'zi? Xush kelibsiz. Alenning do'stlari, o'zingizni uyingizdagidek his qiling. Albatta. Yoqimli ishtaha. Hoy, akademiya qanday ekan? Zindonlar bor, to'g'rimi? Seningcha biz ko'plab hayvonlar bilan jang qilamizmi? Men bitirganimizdan keyin nima bo'lishiga juda qiziqyapman. Men ritsarlik unvonini olishga bir qadam yaqinlashaman. Biz ularga urush haqida aytmayotganimiz to'g'ri deb o'ylaysanmi? Hech bo'lmaganda hozircha emas. Ular hayotlari uchun xavf haqida bilishga haqli. Crane akademiyani tugatgandan so'ng baron unvoniga sazovor bo'ladi deb umid qilaman. Bu Cecilia bilan urushga birgalikda qo'shilishni belgilaydi. Dogoroga kelsak, bu hali ham noma'lum. U o'qishni tugatgandan so'ng o'z faoliyatiga qarab harbiy xizmatni tanlashi mumkin. Qanday bo'lmasin, biz hammamiz akademiyada birga o'qiymiz. Shuning uchun ular do'st bo'lib ketishiga umid qilaman. Statistikani tekshirish imkoniyati uchun Emiliyadan ibodat qilishni boshlaganim ma'qul. 3 kundan keyin. Hammangizga xayr. Biz ketyapmiz. Bizni qabul qilganingiz uchun tashakkur. Rahmat. Ehtiyot bo'ling. Omon bo'ling, O'zingizni ehtiyot qiling. Shunday qilib to'rtalamiz. Omad! Akademiya shahriga yo'l oldik. Hammangiz bu yerga qarang. Rashtar Qanday ulkan qirolligi. shahar? Akademiya shahri. Shahar va uning atrofida bir nechta zindonlar bor. Eshitishimga qaraganda, talabalar har bir darsda o'zlarini noyob iste'dodlarini namoyon qila olishadi. Boshlashga shoshilyapman. Bu judayam tez. Bu Baukis imperiyaning mitlarining yuqori sifatli hunarmandchiligi. Poyezd qanday bo'lishi kerak? Rashtar akademiyasi. Bu odamlarning hammasi nima uchun kelganmi? Aytishlaricha, bu testni topshirish uchun har yili 20 mingga yaqin nomzod kelar ekan. Ratash qirolligining akademiyasiga xush kelibsiz. Kirish imtihonidan oldin barcha abituriyentlar baholash marosimidan o'tishlari shart. Baholashmi? 5 yoshga to'lganimizni eslaysanmi? Bu xuddi o'sha marosim. Men birinchi bo'laman. Albatta, iltimos qo'lingizni uzating. Yaxshi. Sizning xususiyatlaringiz ajoyib reytingga ega. Iltimos yozma imtihonga o'ting. Hammasi 5 yoshligimdagidek. Ko'timni berib mashq qilganlarim nima bo'ldi? Xafa bo'lmang. Bu darajalar faqatgina rivojlanish tezligini aks ettiradi. Shuning uchun yoshga yoki darajaga qarab o'zgarmaydi. Endi men boraman. Bu natijalar ham juda ajoyib. Sizning iste'dodingiz aynan biz izlayotgan narsa. Bu sehrgar qiz uchun uning aqliy darajasi es daraja. Voy xudoyim, siz qilich hukmdori Krenasiz. Sizni bu yerda ko'rganimizdan xursandmiz. 5 yoshligimdan beri hech narsa o'zgarmadi. Xafa bo'lma. Yaxshi, qora sochli bola, iltimos davom eting. Yaxshi, Aylin, endi seni natijangni ko'ramiz. Nima uning reytingi A'mi? Bu sizni xafa qiladi deb qo'rqaman. Uning iste'dodi bolaligimizda namoyon bo'lmaganda, demak u hali ham. Bu baribir nima degani? Mendagi xato tuzatildi, ammo mening rivojlanishim hali ham Hel Modi tomonidan pasaymoqda. Bir narsa o'ylab topish kerak edi. Shoshmang, Aylin muvaffaqiyatsizlikka uchradimi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Mayli, akademiyaga o'qishga kirmasam ham bu yerda hali ham qiladigan ishlarim bor. Asabimga tegma, ahmoq. Ha, bu to'g'ri emas. Nima uchun bunchalik shov-shuv? Elf. Uning natijalari ijobiy bo'lishi kerak edi. Men Alinni yakka o'zi Murdergalshni mag'lub etganini ko'rganman. U yoshligida Murdergalshni mag'lub etdimi? Shunga qaramay uning barcha xususiyatlari E daraja. Ilgari hech qachon bunday natijani ko'rmaganman. Demak, u haqiqatan ham mavjud. U nimani anglatadi? E darajadagi bola paydo bo'ladi. Xuddi Rozen sama bashorat qilganidek. Rozen boshqa hech narsa aytmadimi, direktor?
Helmios Sama. Direktor? Helmios? hukmdori. Biz bu ismda iblislar hukmdori haqida ma'ruzada eshitgandik. Helmios, butun insoniyatning qahramoni va umidi. Lekin nega u bu yerda bo'lishi kerak? Nima bo'ldi? Uning hujumi 570 ga teng. Uning aqliy zakovati 1600 ga teng. U mening statistikamni ko'ra oladimi? Baholash qobiliyatidan foydalanayotgan bo'lsa kerak. Hammaga aytishni bas qil, ahmoq. Xususiyatlari jihatidan u arch sehrgar bilan teng darajada, lekin unda sehr qobiliyati yo'q. G'alati gaplar. Mavjudligim uchun uzr. Kechirasiz. Baholash plitasi yaxshi ishlamayotganga o'xshaydi. Rostmi? Bu uning imtihon topshirishi mumkinligini anglatadimi? Lekin bir shart bilan. Summoner iste'doding bilan nimalarga qodir ekanligingni ko'rsatishing kerak. Kelishdikmi? Aylen iste'dodingni ko'rsat. Qo'rqamanki rad etaman. Nima? Birinchidan, men sizni kimligingizni bilmayman. Kechir. Men Helmiosman, birinchi qahramon. Qahramonmi? Siz haqingizda eshitganimni eslay olmayman, lekin siz meni xususiyatlarimga nazar tashlaganingizni hisobga olsak, o'sha sharda o'zingizni darajangizni ko'rsatishingiz adolatli bo'ladi. Keyin shunda ishonarmidik? Albatta, nega yo'q? Yaxshi, men qahramon haqida ma'lumotlarni olaman. Faqat A va S darajalari. Aftidan u asosan jismoniy kuchlar uchun mo'ljallangan. Mana endi sening navbating. Mayli, lekin chaqirish sichqoncha. U juda ham tez paydo bo'ldi, qanday yoqimli. Rostdan ham sen hayratda qoldingmi? Bu mening iste'dodim. Summoner nomi endi mantiqan to'g'ri keladi. Shunday qilib biz kelishib olganimizdek, men saralash jarayonidan o'tdim, to'g'rimi? Kechirasiz, unda men ketdim. Hoy, Aylen. Janob Helmios bilan nega bunday gaplashding? O'zingiz unga paxta qo'yishni to'xtating. Juda g'alati bola, Shunday ko'rinadi. Yozma test, matematika, lug'at va tarix kabi fanlarni qamrab oldi. Ehtimol turli xil hayvonlar bilan kurashish mahoratimizni sinaydigan savollar ham bor edi. Natijalar: men Bni oldim. Yaxshi. Aylen, siz es olibsiz. Va Krena zo'rg'a baho oldi. Shunday qilib hammamiz o'tib ketdik. Nega men ey oldim? Iltimos formangizni olish uchun shu yerda navbatda turing. Endi barchamiz rasman talabamiz. Xo'sh, endi biz qayerda qolamiz? Lekin bizda yotoqxonalar bor ekan. Menimcha buning o'rniga biz ijarada turishimiz kerak. Lekin bundan oldin talabalar sarguzash kartasiga ariza berishlari kerakligini eshitgandim. Keling, sarguzashchilar gildiyasiga boraylik. Kartalaringizni chop etayotganimizda men bu yerda zindonlar qanday ishlashini tushuntirib beraman. Kattakon rahmat. Bu shahardan kirish mumkin bo'lgan zindonlar qiyinchilik darajasi bilan ajratilgan. Umumiy 3 ta daraja mavjud. Har bir zindonning pastki qavatida xo'jayin hayvoni tomonidan qo'riqlanadigan xazina sandig'i bor. Unda noyob narsa bo'lishi mumkin, shuning uchun uni olishga harakat qiling. Noyob buyumlar, Men allaqachon qaysi birini xohlashimni bilaman. Xo'sh, qandaydir savollaringiz bormi? Ha. Gildiyaga D darajali sehrli toshlarni sotishim mumkinmi? Ha, nechtasini xohlaysiz? 10 mingtasini 100 ta oltin tangaga beraman. Buni qabul qila olasizmi? Ha, juda yaxshi. Iltimos, bir haftadan keyin qaytib keling. Kattakon rahmat. Akademiyada 3 yil davomida ulardan kamida 2 milliontasini zaxira qilmoqchiman. Mana sarguzasht kartalaringiz tayyor. Siz E darajasidan boshlashingiz kerak bo'ladi. Agar sarguzashtni birga davom ettirmoqchi bo'lsangiz, hozir ro'yxatdan o'tishni istaysizmi? Ha, bemalol. Ismimiz Hayotsiz o'yinchilar. Hayotsiz o'yinchilar? U nimani anglatadi? Hayotsiz o'yinchilar. Odamlar uchun sarlavha. Ular qattiqqo'l bo'lib, barcha vaqtlarini iloji boricha kuchliroq bo'lishga bag'ishlashadi. Hoy, menga juda ham yoqdi. Bu juda ajoyib. Avvalgi hayotimda o'yinlarni ish bilan muvozanatlashim kerak edi. Shunday qilib men hech qachon hayotsiz o'yinchi bo'lmaganman. Lekin bu yerda vaziyat boshqacha. Men o'yin ichida yashashim mumkin. Hell Mode faqatgina Meduza Divingda. Bizdan uzoqlashmang. Juda ham ulkan. Bu mening uyimdan 10 barobar katta. Ha, bu akademiyada oddiy hol. Odamlar 10 yoki 20 kishidan iborat guruhlar tuzishadi va birga yashashadi. Shuning uchun uylar katta bo'lishi kerak. Endi biz joylashib olganimizdan keyin sizlar bilan gaplashib olishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Cecilia xonim bilan uzoq muddatli maqsadim bor. Bu akademiyani 3 yil ichida tugatganimizdan keyin qilishimiz kerak bo'lgan ish. Jinlar hukmdori? Demak, o'sha qahramon juda kuchli ekan,
Men akademiya urushga askar tayyorlash uchun mo'ljallanganligini bilmagandim. Men Sesiliya xonim bilan birga jang qilaman va mag'lub etaman iblislar lordini. Nima? Yaxshi, unda meni ham qo'shib qo'y. Men sen bilan jang qilaman. Rahmat. Sen shunday deyishingni kutgandim. Dogara, senchi? Ularning aytishicha, frontga ketganlarning yarmi tirik qaytmaydi. Buni biroz o'ylab oling. Iblislar lordini kim mag'lub etsa, u ritserdan ham ulug'roq bo'ladi. Shundaymi? Shunaqa. Juda zo'r ishdek tuyuladi. Men roziman. Bu nima? Uchadigan kitobmi? To'xtang, bolalar, buni ko'ryapsizlarmi? Ha, bu seni qobiliyatlaringdan bir qismimi? Hozir hammamiz sheriklarmiz. Xo'sh, Jinlordni mag'lub etish uchun qanday rejalaringiz bor? Bajarilishi kerak bo'lgan ishlarning ro'yxati mavjud. Biz zindonda kuchliroq bo'lish uchun sinovlardan o'tamiz va yaxshiroq qurollar oling. Ideal holda biz guruhimizga shifo bera oladigan ruhoniy ham qo'shmoqchiman va shaxsiy eslatma sifatida men yana bir narsa aytib beraman. Mening ko'nikmalarim odatdagidan 100 baravar sekinroq rivojlanadi. 100 marta? Shuning uchun sinovlardan o'tish paytida menga sehrli toshlar va katta MPlar kerak bo'ladi. Oxir oqibat men zindon xazina sandiqlaridan birida MP qutqaruvchi uzugini topishni umid qilaman. Shu uchun barcha toshlarni sotib olibsan-da. Qanday bo'lmasin, ishlar juda qiziq bo'ladi. Hammangizga ishonaman. Albatta. Bizni nomimiz Hayotsiz o'yinchilar. Mening ismim Karlo va men sizni keyingi 3 yil davomida sinf rahbaringiz bo'laman. Men qirollik poytaxtidagi sarguzashtchilar gildiyasining boshlig'iman. Mening iste'dodim qilich ustasi. Bu yilgi yangilar uchun meni chaqirishdi. Iyul va fevral oyida sizni testlar kutmoqda. 40 dan past olingan har qanday ballar F hisoblanadi. Tushundingizmi? Tushunarli. Butunlay aqldan ozdiryapti. Yana bir narsa, bu yerdagi talabalarga oddiy aholi hamda krapostnoylar ham kiradi. Lekin haqiqatan ham muhim bo'lgan narsa bu iste'dod. Shuning uchun biz har qanday tabaqalanishni bekor qilamiz. Ijtimoiy mavqeingizni unuting. Nima? Eshitdingizmi? Sesiliya endi mendan hashamatli muomalani kutmang. Voy ahmoq, menga bu o'zgarishing umuman yoqmaydi. Qarang, bu ikkisi allaqachon yaxshi o'rnak ko'rsatmoqda. Akademiyada haftada 4 kun dars va 2 kun dam olish kuni. Kunduzgi mashg'ulotlar bizning iste'dodimizga moslashtirilgan. Bu Sumaner uchun hech qanday narsa yo'qligini anglatadi. Men o'sha vaqtimda bemalol foydalanishga ruxsat oldim. Men har bir darsning ozgina qismida qatnashishni rejalashtirdim. Ko'p o'tmay, birinchi dam olish kuni ham yetib keldi. Bu haqiqatan ham zindonga kirish yo'limi? Shaharning o'rtasida shunchaki zerikarli. Va nihoyat, Ha, zindonga boramiz. nega ikkovingiz bundan xursandsizlar? Shu yermi? Qabulxona xodimi shunday dedi. Hozircha bu oddiy binoga o'xshaydi. Mayli, ichkariga kiraylik. Siz hayotsiz o'yinchi guruhi bo'lsangiz kerak. C darajali zindonga xush kelibsiz. Men Dungeon General Operation System C205 bo'laman. Endi sizni zindon joylashgan boshqa yo'lga yo'naltiraman. Hajmi? Zindon orqali barcha sayohatlar alohida xonalar bilan ajratilgan. Shuning uchun boshqalar sizni uyingizga kira olmaydi. Ularda namunalar bor. Ha, nima Bu biz bo'lyapti? qolganlardan ajralib qolishimizni anglatadi. Shunda mening sumer qobiliyatimni boshqalar ko'ra olmaydi. Ali, nima haqida gapiryapsan? Menimcha u aqldan ozdi. Men. Yoki o'zi aqldan ozgan bo'lishi mumkin. Vaqtni cho'zib o'tirmasdan, endi sizni zindonga yo'naltiraman. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yaxshi, ketdik. Birinchi qavat. Bu joy labirintga o'xshar ekan. Bu labirint zindoni bo'lsa kerak. Xonix, o'z ishingni qil. Bu juda qulay ekan. Bu yerdagi maxluqlarning barchasi erang, shuning uchun ko'p vaqt sarflamaylik. Xazina sandiqlarini ham e'tiborsiz qoldirishimiz kerak. Ularda unchalik arzigulik narsa bo'lmaydi. Men C darajali zindonni tezroq zabt etmoqchiman. Shunda B darajaliga o'tishimiz mumkin. Mayli. Tushunarli. Xo'sh, barchaning statistikasini ko'raylikchi. Mana yana boshlandi. Sesiliya, dushman oldinda. Bu shilliq. Ko'ryapman. Gilib. Olovli shar. Men buni bajardim. Men birinchi mahluqimni mag'lub etdim. Ajoyib. Davom etamiz. U juda omadli, qani edi sehrim bo'lsa. Juda zo'r.
Ikkingizning o'z mahoratingiz bor. Bir ko'rib chiqing. Meniki slashmi? To'liq kuch. Qanday ishlashini bilmayman. Xo'sh, akademiyada ko'p narsani o'rganganingizga aminman. Demak, jasad yo'qolib ketadi va shunchaki sehrli tosh qoladi. Men hayot bargi shifobaxsh buyumlarni yasashga bir nechta eng darajalilarni yig'moqchiman, lekin men bu ishni Alin nima cho'ppiga haqida topshirishim kerak. gapiryapti? Bu shunchaki Mayli, bilmaganga samaraliroq. o'rganimiz ma'qul. Ha, bu eng yaxshi yo'l. Xo'sh, davom etamiz. Mana senga. Men kuchayotganimni his qilayotganga Siz ilohiy o'xshayman. sinovdan o'tdingiz. Bingo! Endi keyingi qavatga o'ta olamiz, shunday emasmi? Men DGO System C32801 bo'laman. Zindondan chiqishga tayyormisiz yoki keyingi qavatga o'tasizmi? Davom etishni tanlasak keyin keta olamizmi? Keyingi qavatda siz DGO System C32802 ni topasiz. Siz u orqali chiqib ketishingiz mumkin. Xo'sh, biz unda davom etamiz. Xohlaganingizdek. Xona hozirgina o'zgardimi? Xush kelibsiz. Men DGO System C32802 bo'laman. Nima qilasan, keyingi qavatga o'tasanmi yoki butunlay to'xtaysanmi? Aytib bor, uka. Agar hozir ketishni tanlasak nima bo'ladi? Sizga bir narsani aytib qo'yay, yutuqlaringiz saqlanadi va keyingi safar shu yerda boshlashingiz mumkin. Bundan tashqari zindonga xohlagancha kirishing mumkin. Agar qo'rqsang, qo'y, uka. Birinchi qavatni bo'shatgandan so'ng zindonda emaklab yurishimizni birinchi kunimiz yakunlandi. Voy, judayam charchadim-da. 10 soatlik jang senga shunday ta'sir qiladi. Biz barcha dam olish kunlarimizni zindonda o'tkazishimizga qaror qildik. Qachon va qanchalik tez kirganimizdan qat'iy nazar, zindon har doim bir xil qayta yuklanardi. Bu shuni anglatadiki, mening chaqiruv jonzotlarim hattoki dars paytimda ham hayvonlar bilan jang qilishi mumkin. Kuniga bitta qavatni tozalash natijasida 200 ga yaqin sehrli toshlarni oldik. Jackpot. Bu Sumaner amalga oshira oladigan mukammal reja. Keyingi 5-ekspeditsiyamizda biz C darajali zindonning oxiriga yetib keldik. Bu yerda bir nechta qo'rqinchli mahluqlar uxlab yotibdi. Bu xo'jayini bo'lsa kerak. Hoy, Alin, menimcha biz hozir seni qay darajada kuchli ekaningni ko'rishimiz kerak. Sen ularga qarshi kurashish uchun summoner kuchlaringdan foydalanasanmi? Yaxshi fikr. Bu hammaga ma'qulmi? Ha, seni jangingni ko'rishni istayman. Sen hozircha sichqon va qushlardan boshqa hech narsa chiqarmading. Men 35 mingta D darajali sehrli toshlarni sarfladim va ulardan foydalanib men Enhance mahoratimda 6-darajaga ko'tardim. 6-darajada Enhance qobiliyati ikkita xususiyatni kuchaytirdi. Chaqiruv 500 taga ko'paydi. Nimaligini bilmadim, lekin ajoyib. Biron, himoya qil. Ayiqlar, kurashdan foydalaning. Ajoyib. Albatta, Alin judayam kuchli. Bu muammosiz o'tdi. Ha? Ha? Bu xazina sandig'i. Alin, uni och. Yaxshi. Bu po'lat qilich. Hammangizni tabriklayman. Birinchi zindon ketdi. C darajali zindondan chiqqaningiz bilan tabriklayman. Sarguzasht kartalaringiz D darajasiga ko'tarildi. Biz o'sha po'lat qilichdan 2 oltin tanga oldik. Biz umid baxsh etuvchi boshlanishga Keling, tayyormiz. davom ettiraylik. Hayotsiz o'yinchilar. Olg'a!